ikki olam sarvari koinot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ismlarini telefondan eshitamizmi, televizordan eshitamizmi, odamlarni og'zidan eshitamizmi, doim sallallohu alayhi vasallam deb qo'shishligimiz shart. Bilamiz payg'ambarimiz ikki olam sarvari koinot Me'roj kechasi osmonga chiqqanlar. Lekin hali ham shunday insonlar bor. Kim bor ko'rib ketdi dunyoni deydi. O'shanday insonlar tilidan kofir bo'ladi. Men marzaq bo'lakin. U payg'ambarimiz bilamiz Me'roj kechasi Jabroil alayhisalom yelkalariga o'tirg'izib osmonga chiqarib, buroqqa mindirib, Alloh bilan uchrashtirdi. Payg'ambarimiz Alloh taolo bilan parda orqasidan gaplashdilar. Payg'ambarimizga aytdi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, so'rang o'zingiz uchun biror narsa" dedi. Masalan, Alloh taolo bizga aytsa, biz darrov so'raymiz: "Baxt ber, boylik ber, sog'lik ber, moshin ber, uy bergin" deb. Lekin payg'ambarimizning uyida haftalab yeyishga nonlari bo'lmagan. Oylab go'sht yemaganlar. Faqat yirtiq yamoq kiyimlar kiygan. Lekin butun dunyoni yaratgan Alloh taolo so'rang o'zingiz uchun deganda payg'ambarimiz nima dedi? "Ey Robbim, o'zim uchun hech narsa kerak emas, ummatlarimning gunohini kechir" dedi. Yana aytdi: "Mayli, kechiraman, so'rang" dedi. "Uhud tog'ini sizga oltinga aylantirib beray" dedi. "Maza sotib yeb yotasiz" dedi. "Yo'q, Robbim, oltin kerak emas" dedilar. O'shani joyiga ham payg'ambar ummatlarimning gunohini kechir dedi. Endi ummat bir kunda 3 marta salovat aytmasa, u qanday ummat bo'ladi? Alloh taolo aytdi: "Mayli, kechiraman, lekin ummatlaringizga borib ayting" dedi. Bir kunda 5 mahal namozini o'qisin dedi. Bilamiz, islom dini hech yomonlikka buyurmaydi. Islom dinida o'ldir, portlat, varaqa tarqat, so'y degan joyi yo'q. Islom dini go'zal din. 5 ta narsani ustiga qurilgan. Birinchisi aytyapti, tiling bekor bo'lganda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh kalimasini qaytarib yurgin deyapti. Ikkinchisi o'sha 5 mahal namozimiz, uchinchisi Ramazon oyi kelganda ro'zamizni tutamiz, to'rtinchisi molimiz nisobga yetsa zakotimizni beramiz va beshinchisi umrimiz davomida qachon pul topsak bir marta haj qilib kelamiz. Mana shu 5 ta narsani ustiga qurilgan islom dini. O'shuning uchun 5 mahal namoz bizga farz qilindi. Namozi yo'q, insonga hujjati yo'q. Masalan, men namoz o'qimasam, men musulmonman deyishga haqqim yo'q ekan. Butun dunyoni yaratgan Alloh taolo bizga buyruq beryapti. Qarang, ko'zimizni ochib qo'ydi, qo'l oyog'imizni yurdirib qo'ydi. Ne'matlar berdi, farzand, o'g'il qizlar, nevaralar berdi, uy joy berdi. O'shani joyiga deyapti, bittagina bir kunda 5 mahal namozingni o'qigin deyapti. Namozi yo'q, insonda hujjati yo'q. Shunday jannatning eshigini oldiga kelar ekanmiz, jannatga katta qulf ilingan bo'ladi. U qulfni ochib kirish uchun bizga namoz kerak bo'ladi. Shuning uchun mayli boshimizga bitta musibat tushsa, kelib do'stimizga aytamiz. Do'stimiz do'st bo'lsa haqqimizga duo qilib qo'yadi. Do'stimizni sal ichqariroq bo'lsa shunday tarqatib yuboradi. Lekin shunday joy namozni to'shab Allohga aytsak, sirimizni hech kimga aytmaydi va mushkulimizni oson qilib beradi. O'sha payg'ambarimiz 5 mahal namoz farz bo'ldilar, qaytib tushdilar. Qaytib tushganlaridan keyin hiqillab yig'ladilar.